Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishchiklari alohida talab qilgan. Bu filmni mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash yuyish suyuqligi va Gulim ayollar tozaliq qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Ümit ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barakatli qadamlarimda men organ miyi ishlatilgan Ochil chash sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirg'usi. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organ miyi chash sopilari. Ha, yaxshimisiz ukam? Ish qilmadingizmi? Qilmadim. Qaysar tura o'rningdan. Acep iştese, yaş balla şu vaqt uxlab yatqan, qeyrlar aşular üçün paypetek bo'lib atqan. Vay hocamның qo'sig'i to'q, qo'lini kar yo'q degandek bir ish bo'latıdı-ku. Ma yoshlar qeyrlar nashliq tayyorlasa, nashchisin vaqtida qilmagan. Qaysar, tura nashliq qil. Parvar qilsan. Ben bilen sütünü akırdım. Parvar. O aka. Ben. Ben sütünü akırdım. Ben Kaysar'ı olacağım. Tamam.
Esta. Qaysar. Ey Qaysar. Hey. Qupa, naşlıq tayyor oldu ne vaqt? Adın oranı koysana bomba mı bu öyde? 5 minut be, 5 minut yak. En yaksı 2 saat. Sen bu iş tapdım davatıdan bu tuncu günü muşta uxlap yazsan qanda işleyse bulam. Yürüyüş kanadı. İş tapmağan mı da? Vay mabırdını doğrulap koysa sayırmı açmadı. Bek işi kaptım. Manaslı alasın teras. Vay palaket, vay birinin ağrıdı mı palaket? Dada sen bolsan baldırak olup koysan bak diye. Ne vaqt ben seni oğat qilay? Boldular. Ekette. Ha naştını qal. Vay dada küçük kalın açsam yürüyemey mi? Naştı qilmay qanda ish qilbag'ini buldi. Parvar. Naştılıqni tayyor bo'lmadimi uka? Allabirim tayyor bo'lgan. Ha. Shu baglarim chiqsiq achqay deb saqlab turibdim. Nima qilding? Etgan joydan. Boshqa narsa yo'q. Voy. Ay murabba, bodam yangaq bo'lgan keyin bo'la. Nima? Xizmat doklad yo'qolib ketdi? Qanday ulab? Bu kimning qilgan biymanchaqchiligi? Men buni ishga kechganda suqmay tayyorlagan do'stam. Dada amma men mangdim. Hey naştı qilibman. Ay bolga yürüyemey mi? Hey to'xta, naştı qilmay ish qilsan qanday bo'ldi? Vay dada vaqt tashib ketdi, nasıl yürüyemey mi? Mana tayyor bo'ldi. 5 minut ketdi. Kechikib qolsa bo'lmaydi, bir gün var. Mushundan nima qilsa, och qo'ysaqla. Bo'ldi, mana. Birinchi kuni o'g'andan keyin amisa umdaroq ishlajimi? Albatta. Bosh. Naştı qilmaylar mana bu. Nima? Men bu materiallarni atdiganda liderga topshirma degan do'stam, men endi qanday qilaman? Chiprat degan nervim deydi qo'mala. Bo'ldi. Ishlasak qilmanglar. Men yarim soat, 20 minutda yetib borman. Men bag'chi ishlasak qilmanglar, anladinglarmi? Bulam shirkatda bir ish bo'ptimi? Dada, qo'shnimizga telefon urib baqa uyda bormi? Men ish qopirib qo'ysin bo'pti ekan-ku. Men bek 5 minut uydan chiqmasam bo'lmaydi. Juma. Anda o'z chaqandashtingizni qiling, ha? bo'ladi. Ha, keldingmi? Kechich ishlabsan-da. İsmini qo'shib ishlagandim, sal charchab qolibdim. Naştı qilgudim. Dada bak charchab qolibdim. Men kirib boramadim. Hey, kechich ishlagan adam naştı qilib olib, ondan yot. Ya bo'ldi. Tushib meni uyg'otmanglar. Naştı qilmayli yotsan, oshqozon yaxshi emas, bulam. Tushib qo'pqan deydi dada. Men tushib uyg'otmanglar. Uyda bormi-ki? Ha, mana hozir. Voy jan bular dada. Hey, qizim, naştliqda yovib qoldi. Voy adam oldiramasin bular. Bu akam ballar küçük balık kırmanını kıldı. Çok çoğun ballarga tas kaldı. Muş aşlandı çaynap yedirip koygalı. Xoda lovan seni. Dada qanday oldi? Lovan ishga tayyor bo'ldi bulam. Ajab yaxshi. Naştı qilmaysiz? Yo'q, oldirayman. Voy, naştisiz ish qilyapsiz, qanday bo'ldi? Voy dada, men oldirayman. Voy jama oyoqmi? Hey, qizim ey. Voy küçük balığımı sayı. Çok çoğun adam gibi. Parvar. Nima tayyor qilayli? Mana ustida.可以走了吗？走。赶紧，我吃的好了。 Limanda kıp gidiyordu bu akam. Oy, qismat! Va naştılıqni!
Geldiniz. Hazır başka gapni qo'yib masalalarni qilaylik. Yo'lga ish deyishib qo'ydim. Texnik bölümü baş aparatga yo'qolib ketgan hujjatlarni asliga keltirib beradigan bo'ldi. Lider qachon qaytib keldi ekan? Bay telefon qildi. Yarim soatdan keyin keldi ekan. Anladingizmi? Yana nima qarab tursiz? Yo'qolib ketgan hujjatlarni tizdan 30 nusxa ko'paytirib tayyorlang. Chataq chiqib qolmasin. Tushundingizmi? Tushundim. Yana nima qarab tursiz? Ma'lum. Tushdan burun ichilgan 3 yig'in bor. Bir-birisidan muhim yig'inlar. Yig'in kerakli materiallarni qaytarib tekshirib chiqinglar. Chataq chiqib qolmasin. Tushundinglarmi? Bo'lmadi. Liderning cheyin damdiga turinglar. Әмсі мәсіләй тапылған işlerini iysinlerde çın tutunlar. Səvəllik sadır болып qalmasın. Bugün nait aldıraş ütümüz. Həmimiz birliktir şeyli. Şendinlar mı? Maqul bo'ldi. Aka. Yaş bo'lganiki cho'laq o'rin beraylik, ko'masga sololmay. Bo'ldi bilan bo'ldi. Ben turalayına bo'ldi. Ma'qul rahmat, bolam. Cho'pa, ma maktab nadiraqdi. Bolam, bu mektepni ben toz bilmeydi ekanman. Hada ma maktab nadiraqdi bilamsiz. Ekran men qarab boqay. Siz ma'lumsiz xato chiqib qopsiz. Oldimiz bekat tushib qilib, 10 yo'l olmishib, 6 bekat ma'nosingiz dal bir şey gapirdim. Rahmat. Hech yo'q. Muşumu xamçot layihasi bo'ldimi? Ha? Sizlar şirkatni nima ko'rib qoldinglar? Birinchi fasl qaraganda ma ikkinchi faslning chiqim tig'im ishib ketibdi. Ma kallanglarni silkitib yuringlar. Mahsulotni bozorga yuzlantirish uchun albatta mablag' ketadi deb oladi direktor. Bir yildan yoqi natijasi chiqmagan bundaq turdan voz kechish kerak. Yoki bo'lmasa yangi tur yaratish kerak. Yangi loyiha chiqishdan burun bu loyiha tasdiqlanmaydi. Ayirjumpning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. İşçimlikning chempioni Ayirjump. Qalğaç markalık sopun paraşuti vətən erkin çıxırdı. Vay niminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşuti. Bu şoxluqlar mendila. Bu güzellik mendila. Bu sarxillik sendila. Her gün her joyning yarışığı parilar ming rang lavsruqlari. Parilar. Men Dilkan Xalqaro Soda chekish shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin.
15 minutdagi plan strategiya ishxonasi yig'in bor. Qatnashmagan bo'lsangiz direktor. Mening lider bilan ko'rishmoqchi bo'lganimni ko'rmayapsiz. Mening lider sizga deydiganim hammani aytdi. Navbat yeni ko'rishma desangiz, men ayrim o'rlashtirib sizga xabar qilsam bo'ladi. Qachaloqqa? 1 soatdan kimi, 2 soatdan kimi? At tush tamoq vaqtida o'sqandoq. Ata? Shundoq. At vaqtingiz bo'lmasa 2-3 kundan keyin bo'lsin bo'laveradi. Siz chaqchaqyapsiz ya? Ha? Men yarim soatlik gapim uchun 2-3 kundan keyin ko'rishamdim. Direktor, siz xizmatga yangi tayinlanganligingiz uchun toza bilmasligingiz mumkin. Yuqori darajalik bo'limdagi xodimlarni lider bilan ko'rish uchun oz bo'lganda 2-3 kun saqlaydi. Bu normal ahvol. Sizningcha olganda, men bu xizmatga yangi tayinlanganim uchun sizning gapingizni yavaşlıqcha anlashim kerak shundaymi? Xatirlab qo'yinglar. 3 kundan keyin soat 2 da Polat direktor lider bilan ko'rishdi. Qani, marhamat. Islatmidi. Siz bir og'iz gap so'rab Qan so'zlang. Yo'lbos yo'q tog'da maymun podsho bo'libdi deb qo'ygan. Nima demoqchisiz? Sizning bu mijozingiz faqat kishiga yoqmaydi. Shundaqmi? Men diqqat qilay. Diqqat qilay emas, men tuzdaydam. Polat direktor. Men sizga bir gap so'qsam qanday bo'lar? Xo'sh. Ishingizga jusay chapishib qolibdi. Jiddiylaşmang, chaqchaq qo'ydim. Marhamat. Xeyr qiz. Nasut. Ey adaş. Hemen geldim. Ey man tanıştığın qanday şirket bu? Bir kona binanın bulunduğundaki bek test taptım bir yerde. Ha? Şu. Vay bu turqını sen degandek pul tapılı bulgandek emas bu ya. Ma'qul. Men ava kirib bir parangiz baqay. Keyin telefon qilamiz hamsa, ma'qul. O'zingizni adil tanishtirdi dedingiz, ha? Ha, shunda. Bu shirkat yangidan qurilgan sog'lomlik mahsulotlar sotadigan shirkat. Biz sizdek bolalarni ko'plab qabul qilyapmiz. Kechiring, bu markani burun faqat ko'mab ekanman. Soxtamal emas-ku, ha? Nima deydigansiz ukam? Bu yangidan ishlab chiqarilgan mahsulot bo'lganligi uchun balkim saqlab bildim qolganmiz mumkin. Siz bu ishni sota olsangizlar, cho'qim bo'ysiz. Sota olsangiz? Adil meni e'lon bo'lmishlaysan degan. Siz mal sotsiz, deyapsiz. Bu qanday gap? Shirkatimizga rasmiylashtirishdan burun sizni setish bilimiga qo'yib boqamiz. Sizning xizmat unumingiz, xizmat ta'siringizni qarata, undan boshqa savdo qiziqadigan bolalarni ko'plab akilalasangiz, sizni mukofotlaymiz, hattoki darajangizni o'stiramiz. Bundaq bo'lsa bu shirkat shag'il tip setish shirkati emas-ku, ha? Tushunmaganlar shunday o'ylaydi. Amaliyotda bu bir yerim suvat sahne. Xotirjam xizmat qilsangiz bo'ldi. Mana bu uchun to'xtam. Ko'p baxsingiz bo'ldi. To'xtam qo'yib qo'ygandan keyin bizga 5 million zakalat topshirsangiz bo'ldi. Zakalat? Bu faqat sizning bizning shirkatga oldin topshirgan haqqingiz bo'ldi. Shirkat rasmiylashgandan keyin pulingizni qaytarib beramiz. Haras, undan boshqa siz o'zingizga o'xshash mustaq a'zolarni ko'plab shirkatimizga tanishtira olsangiz, uning mukofotimi yana ayrim. Lekin hozir qishinda jiq pul yo'q. Kartoningizda bordi. Kartonda bor. Lekin shu chiqamiz. 2 mingni bor. 2 ming? Adil tanishtirib emasmi? Hozircha mayli topshirdim. Mayli. Kartoningizni bersangiz. Xotirjam bo'ling afkam. Bugundan boshlab chiqib.
Aka, o mektep nerdiraqdı? Bu yer bundaq maktab yo'q ukam. Siz xato kelib qolibsiz. Siz yo'lni avqatiga o'tib, 7-chi yo'lga o'ltirib, 6 bekatdan keyin tushib, shu joylarni so'rasangiz sizga aytib berdi. Rahmat. Arzimaydi. Xab, men oldabdi-da, oldamchi. Hay. Ha amma. Ha. Ha xislatma. Bir iş oldu mu balam? Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur to'g'risida aytgan chayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur to'g'risida aytgan chayi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilish kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalık sopun paraşütü vətib erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Pakizlik madaniyatning ifodasi. Pakizlik safoning namoyandasi. Pakizlik sog'lomlikning boshlanmasi. Xalqimizning eg'iz bo'shliqi sog'lomligiga ko'ngil bo'lish kamolatning sharafli vazifasi. Mening hamda rejissyorlik hayotımda o'zim qiziqadigan tema shahar temiz. Shahar fuqarolarining yoki shahar hayotida yuradigan kishilarning turmush qarshi, jamiyat qarshi, oila qarshi to'g'risidagi ba'zi fikrlarni ifodalash yoki fikrlar to'g'risida o'rtoqlashish to'g'risida mening ijodiyat yo'limda ko'proq mishterlarni tutishga o'zim qiziqaman. Chunki balkim mening atrofimdagi voqelik men uchun eng tunish bo'lg'achqa men ashuni yaxshi ifodalashga asos qura olmayman deb o'ylayman o'zim. Chunki birinchi qiziqqan narsam shaharlik turmush. İkinciden şehir turmuşidagi kishilar orasidagi munosabat, ota-ona orasidagi munosabat, bola orasidagi munosabat. Chunki hozir taraqqiyoti tez holatda niyotlanmış davrimizda balkim ota-onalar bilan bolalar orasida o'xshamaslik bo'ldi. Tushunchisiz bo'ldi. Chunki ota-onamiz cho'ng bo'lgan davr bilan hozirgi yosh bolalarimiz cho'ng bo'lgan davr o'xshamagan raqobatga o'xshamagan masalaga duch kelgan bir davr. Balkim orada fikrning o'xshamasligi, hukmning o'xshamasligida oilada ko'pgina ziddiyat chiqadi. O'ylab baqili balkim ko'pincha oilada hozir bolalar bilan ota-ona orasida fikrlashish ozlab ketdi deb o'ylayman. Bo'lib shahar turmushida ritim bektis. Bolalar o'qishdan keldi yoki xizmatga chiqqan vaqtida xizmatdan keldi. Arddan ishdan deb
ardından charchadomlar ata-onalar ko'ngil bo'ldi. Lekin bala balkim biyasi besimning sababi, xizmat besimi yoki boshqa o'zining boshqa besim sababidan bu fikrlash azlab ketgan tushunchsiz hosil bo'ldi. Ziddiyat paydo bo'ldi. Endi biz mish filmimiz orqali menimcha demoqchi bo'lgan gapimiz oilada bir inoq oila, bayacha qo'shqa oilani barpo qilishda mish oilalik a'zolarimiz, bola ota-ona orasida o'zaro tushunish hosil qilsak, o'zaro bir-birimizning ko'nglini olsak, baxtli bir oilani yaratishga mish oilaning a'zolari hammasi o'zi bir o'zining to'kisini qo'ysak hamdoq yoki o'zining muhabbatini ifodalasak, yoshib qolmasak degan bir ongda yoki bir fikrda mish filmni bir ilk chiqsak deb o'yladim. Minnetdar bol ko'rgan her bir kuningdan, ranjishlar dilimdan topolmasin joy. Jilvigar gulning tikini birga, güzeldir yüzide dağ bulsun o ay. Jilvigar gulning tikini birga, güzeldir yüzide dağ bulsun o ay. Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin, o'zgarmas haqiqat hayot va mamot. Qalbida mamnunlik bo'lsin barchaga, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin, o'zgarmas haqiqat hayot va mamot. Qalbida mamnunlik bo'lsin barchaga, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Esingdan ketmasin shu oddiy savol.